Assalomu alaykum aziz muxlislar, Mehrikul obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta chiroyli ishlarimizdan biri, chiroyli bayram kunlarida mana Qurbon hayitlariga yangi ishlarimizdan biri. Bugun mana Andijon viloyati Baliqchi tumani Fayzobod mahallasiga Akmal akami ismlari? Akmal akani xonadonlariga mana 3 ta o'choq, yonlariga mana bitta mo'yka qildik. Mana stoli bilan o'choqlarimizni bitta tutun tortishini ko'rsatingchi, bir ko'raylikchi. Mana o'choqlar yoqib qo'ydik, xudo xolasa. Oyoqda ezasiz. Mana akalar, tutun tortishlari xudo xolasa nihoyatda go'zal. Tutunni so'rayapti, pelesosga o'xshab. Bu qozonimizni ham bitta ko'rib beraylik, uni yoqib ko'ring. Mana akalar, qozonimizdan xudo xolasa mana akalar kak pelisos faqat totib olib ketyapti. Mana Akmal aka, xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Ekan o'choqlarimiz, kardoningizni ham solib qo'ying. Yonlarda tandirlarimiz, zontilarigacha o'rnatdik. Xudo xolasa tandirimiz ham qurchoq bo'lib nihoyatda chiroyli chiqdi. Mana akalar, eshigini yopib qo'ysa ham ovqatimiz pishaveradi. Kardonimizni solib qo'ydingizmi? Mana shu yoqmagan qozonimizni ham bitta ko'rsatib qo'ying. O'sha kardoningizni olib, mana shu qozonimiz yoqmaganmiz. Hozir uni ham bitta ko'rib qo'yamiz. O't yoqmasa ham tutunni qanday tortish. Ilashtiring nariga qozonda. Mana akalar, Mehrikul chiroyli ishlaridan bitta mana bittasi bitta, xudo xolasa. Mana akalar, mana o't yoqmasa ham xudo xolasa tutunni olib kirib ketyapti akalar. Mana o't yoqmasa ham, bu unda o't yoqmadik, atak tutunni olib kirib ketyapti. Mana akalar, nari yonayotganga solib qo'yamiz. 3 ta qozonga bitta azbest turba o'rnatdik, 200 lik azbest turbadan o'rnatdik. 3-12 bitta svyaska qilib zigzag qilingan, ashundan chiqib ketadi, xudo xolasa. Akalar, mana bu tomondan ko'rinishlari, mana yonlarida mo'ykalarimiz, xudo xolasa. Uzoqdan ko'rinishlari. Qo'ldan kelgancha endi chiroyli qilib qildik. Sizga baho beraverasizlar. YouTube kanallarimiz bor, Mehrikul tandir o'choqlari desalaring chiqadi. Mana shunaqa chiroyli ishlarni sizlarga qilib beraveramiz, xudo xolasa. Mana uzoqdan ko'rinishlari. Kelar. Endi buni xudo xolasa ustilariga kafel. Xolasalar mana shu atroflariga ham kafel bosib, tandirga ham kafel bosib bersa bo'laveradi. Mana uzoqdan ko'rinishlari. Tandirimizni 70 kilo ko'mir bilan chiroyli qilib pishirdik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa chiroyli ishlarni sizlarga ulashaveraylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.